Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 8-fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni ertalab bozor 6 da boshlanadi. Kunduzi 11 gacha bozor bo'ladi. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Bularning narxi bilan tanishamiz. Nech pul deyapsiz aka bularni? Mana shular 25 ming so'mdan troykalar, Xitoyda materialdan. 25 ming so'mdan aka. 6 xil rasvetkasi bor. 6 xil rasvetkasi bor ekan. Bular 20 ming so'mdan dvoykalarimiz. Buni ham 6 xil rasvetkasi bor. Qaranglar, bu yerda 3 qator qilib ilib qo'yishibdi. Keyingisi kombinzonchalar. Buni ham 6 xil rasvetkasi bor, 20 ming so'mdan. Xitoyda materialni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Xo'p, mana o'rta qatoringiz ham 20 ming so'mmi? Ha, pastdagi ham 20 ming. Qaranglar, mana shu ko'rsatib turganimiz 20 ming so'mdan ekan. Endi buni pastdagilari bor ekan. Kombinzon, bodikchi. Ular ham 20 ming. Bular ham 20 ming so'mdan ekan. Yoqqan tanlab screenshot qilib Bu tashlasa. tepadagilar 25 ming so'mdan, ha? 25 ming so'mdan. Shu aniq aytib qo'yaylik-da, ertaga keyin oldiga kelganda videoda bunaqa dedingiz deb. Bular 20 ming so'mdan ekan. Mana egasi o'sha nech pul desa shu narx aytilyapti. Bunisi-chi? Bular 27 ming. Mana pastdagilari bular 27 ming so'mdan. Xo'p, bu tepa bularisi-chi? Bular 18 ming so'mdan. Bular 18 ming so'mdan. Ko'ylakcha, sumkachasi borlar ham 18. Bular ham 18 ming so'mdan ekan. Bu-chi? Hop, bu ikkala modelimiz tugadi. Buni pastdagidan bo'ladi 15 ming so'm. Tepadagi hammasini sotib oldik. Xo'p, bulardan hozircha qolmabdi mana bu. Shu nimalisidan. Troykaligidan qolmadi. Dvoykaligidan bor 15 ming so'm. Bular 15 ming so'mmi? Ha. Mana shu pastda qator 15 ming so'm ekan. O'zim yoqqanni rasm zoqtasalaring. Telefon nomeringiz nechilik edi? 90lik, 90lik 151, 151 42, 42 56. 56 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu xullas Baby tekstil. mana shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, Yana yangiliklar chiqyapti. Tashlab beramiz Telegramdan, WhatsAppdan yozsanglar.